Bugun Aziznikiga yig'ilib osh qilamiz va Azizga osh qilishni o'rgatamiz. Samarqandcha osh. Samarqandcha. Nag'zim shumi. Internet ishlatib. Internet ishlatibsan. Azizga tepay ko'targan. За ваше здоровье. A? Mani ham. Biladi. Mana shunaqa. O'rtog'im xudo xohlasa 30 ga to'lyaptilar, lekin haligacha osh qilishni bilmaydi. O'shanga hozir osh o'rgatyapmiz. Man kesi? Bo'pti. Qalan kesi? O'rtadan bo'l xohlasa. Birinchi marta osh. Qocha. Mashina soladim. Anaqa sabz torishganini ko'rsatishdi. Аша доставочка уже пришла. O'zim bilmadim. Makar atmasi qo'ya. Yo, yuraymi? Go'sht. Yumading-a? Ne yumading? Bo'yatmadimi? Tushuntiramisan go'sht yumadi-yu. Bilaman shu ovqatlarni yo'q, lekin bo'yatmadi. Hozir men bir burchakda ikkilamiz tiqilib o'tiramiz. Bu yoqda Sevar ovqat qo'y. Sevar pishib qoldi. Zo'r chiqibdi. Go'shtlari xila bo'lib pishibdi. Hozir Bo'ldi.